ishtirokchilar. Xabarlaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli farmonlar, qarorlari va viloyat hokimining 2026-yil 17-fevraldagi 26-sonli qarorlariga asosan 2026-yilda yangicha yondashuvlar asosida aholi daromadini mehnat bilan band qilish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilab berilgan. Ushbu maqsadli ko'rsatkichlar Zarafshon shahrida jami 12.034 nafar aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha maqsadli parametrlar belgilab berilgan. Shundan doimiy ish o'rinlariga joylashtirish hisobiga 2111 ta, aholi daromadini oshirish hisobiga 6514 ta va ish o'rinlarini soyadan chiqarish hisobiga 3409 ta ish o'rinlarini yaratish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar amalga oshirish belgilangan. Aholini doimiy ish bilan band qilish yig'ma maqsadli ko'rsatkichlari hisobiga 2111 ta, bunda investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga 3375 ta, xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishga tushirish hisobiga 648 ta, qurilish sohasida 86 ta, bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashtirishda 417 ta, banklar o'z mijozlari bilan uchrashuvlar o'tkazish orqali 585 ta aholi doimiy ishga joylashtirish bo'lib berilgan. Keyingisi yo'nalishimiz bu ish o'rinlarini soyadan chiqarish yo'nalishida 3409 ta aytib o'tdik. Bunda soliq qo'mitasi hisobiga demak davlat soliq inspeksiyasini bilan hamkorlikda 1970 ta, inson ijtimoiy xizmatlar markazi hisobiga 65 ta, kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi hisobiga 404 ta, transport vazirligi hisobiga 515 ta, qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik hisobiga 415 ta, turizm qo'mitasi hisobiga 40 ta. Aholi daromadini oshirish hisobiga yuqorida ta'kidlab o'tdik, 6514 tani. Bunda o'sha loyihaviy yondashuvlar va infratuzilma loyihalari yondashuv bo'yicha demak kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi tomonidan 1224 ta. Bunda mikro loyihalarni tashkil etish, ya'ni Sayxunobod tajribasi bo'yicha 871 ta, ishsiz aholini kasb-hunarga, vaucher va buyurtma asosida o'qitish loyihalariga 224 ta, moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali daromadlarni oshirish bo'yicha mahallalarimizga 129 ta jami kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limiga reja topshiriq belgilangan. Bundan tashqari aholini daromadini oshirish hisobiga, ya'ni iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan 1490 ta, bunda tadbirkorlik infratuzilmalarini yaxshilash, driver loyihalarini ishga tushirish hisobiga yaratiladigan aholi daromadlarini oshirish hisobiga shakllantiriladi. Keyingisi markaziy bank tomonidan, ya'ni markaziy bank tizimidagi tijorat banklari tomonidan 3380 ta kichik va o'rta biznesga ajratiladigan kreditlar, ya'ni mahallalarda tadbirkorlik rivojlantirish dasturlari orqali 2282 ta. Har bir mahallada 10 tadan xonadon tanlab olinib, loyihalar paketini taqdim etish orqali 168 ta. Barqaror kelajak sari dasturi, ya'ni yoshlar bandligini ta'minlash orqali 930 ta. Bundan tashqari inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan teng imkoniyat inklyuziv bandlik dasturi bo'yicha 120 ta reja qo'yilgan. Bundan tashqari oxirgi yo'nalishimiz demak xotin-qizlar qo'mitasi, ya'ni oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan mehnatsevar ayol dasturi doirasida 300 ta aholini daromadli mehnat bilan band qilish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olingan. Qisqacha sizlar taqdim qilinadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa. Savol bor. Assalomu alaykum. Demak, yaxshi hisobot qildingiz, faqat xorijda ishlayotgan hamshaharlarimiz nuqtai nazaridan hisobotni eshitmadik. Xorijda ishlayotganlarni qaytarish, ularga munosib yuqori daromadli ish o'rinlari tashkil etish vaziyatni ko'ryapsiz, nima bo'lyapti dunyoda, Rossiyada nima bo'lyapti, hokazo. Shuning uchun demak mana hozir prokuror, hokim
ishlar siz iqtisodiy kompleks hammamiz Zarafshon shahrida imkoni boricha zoom qilasiz. Tushundim, xo'p. Vatandoshlarimiz bilan Zarafshonlik bilan bog'lanishimiz kerak. Va ularni yurtga qaytarish chorasini ko'rishimiz kerak. Qancha pul topyapti, qanaqa daromad qilyapti, ne yeyapti, ne ichyapti yoqda. Demak, endi bu meni taklifim. Kengash raisi ruxsat bersangiz buni kengash qaroriga qo'shtirsak-da, xorijda ishlayotgan yoshlarimiz bor, 30 dan oshgan fuqarolarimiz bor. Ular bilan yangicha yondosh o'rganishlar. Bandlik markazi nima qilib beradi ularga qaytgandan keyin? Mana savolim shu. Taklif uchun rahmat. Juda o'rinli taklif bo'ldi. Hozirgi o'sha siyosiy vaziyatlarni hisobga olgan holda aholimizda o'sha uzoq muddatga ketgan aholi o'sha fuqarolarimizni ishga joylashtirish, bandlik bilan shug'ullanib yurgan, ishlash uchun ketgan fuqarolarimizni hozir mahalla uyushmasi raisi va yoshlar agentligi bilan hamkorlikda ularni o'sha bugungi kundagi holati va o'sha yuqori daromadga ega bo'lib turib, hozirgi vaziyatdan keyin agar daromadi pasayish holatlari bo'ladigan bo'lsa, ular bilan chiqib, albatta sektor rahbarlari bilan bog'lab, ularni o'sha qanaqa e'tirozlari yo bo'lmasa qanaqa takliflari bo'lsa, ularni eshitib, Zoom tashkil qilib beramiz va iloji boricha tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga jo'natish bilan ularni bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratamiz. Birinchi bo'lib hokim uchun tashkillashtirib, birinchi boshlab beraman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Mavzu yuzasidan boshqa savollar bormi? Rahmat. Kun tartibidagi masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa, sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishni orzu qo'yaman. Qarshilar, betaraflar, qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi sessiya kun tartibiga tasdiqlash uchun kiritilgan masalalarga to'xtalib o'tsam. Jumladan, sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning shahardagi ijrosi hamda xorijdan qaytgan va ishsiz yoshlar bilan bandligini ta'minlash to'g'risida masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala shaharda hunarmandchilikni rivojlantirish yuzasidan mavjud normativ huquqiy hujjatlar ijrosi holatini o'rganish va natijalari to'g'risida masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala Zarafshon shahridagi ko'p kvartirali uylarning tutash hududlarida yashil bog'ni tashkil etish bo'yicha davlat byudjetidan moliyalashtirishni amalga oshirish to'g'risida masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala xalq deputatlari shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlikni masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi, Davlat kadastrlar palatasi, Navoiy viloyati boshqarmasi Zarafshon shahar filialida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlarni o'rganish natijalari to'g'risida masala. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala xalq deputatlari Zarafshon shahar kengashining Zarafshon shahar hokimi 2026-yil 12-fevraldagi 27-5-78-Q/26 qarorini tasdiqlash to'g'risida 2026-yil 16-fevraldagi 7-22-22 bekor qilish to'g'risidagi masalalar kiritilgan. Sizlarga ushbu masalalar yuzasidan Telegram kanali orqali telefon tarzida qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasi bildirilgan taklif xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 24-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Xayr, salomat bo'ling.